Oltin to'pning qadri yildan-yilga yo'qolib bormoqda. Bunga nimalar sabab bo'lyapti? Videoga like bosing, birgalikda tahlil qilamiz. 2010-yilgacha topshirilgan oltin to'p sovrinlari orasida jiddiy va murosali holatlar deyarli bo'lmagan. To'g'ri, hayron qoldiradigan yillar bo'lgan, ammo g'oliblar chindan haqli o'yini bilan yutgan. Masalan, 1963-yil darvozabon bo'lsa-da Lev Yashin, 1966-yil himoyachi Mattias Sammer, 2006-yil Kannavarolar himoyachi bo'la turib sovringa ega chiqqan. Hammasi Ronaldo va Messi erasi bilan boshlandi. Ijtimoiy tarmoqlar bosimi ortdi. Yevropada taniqli sport jurnalistlari ochiqdan-ochiq kimning muxlisi ekanligini ayta boshladi. France Football esa marketing ortidan quvdi. Tabiiyki, bu holatda adekvat qarorlardan ko'ra shov-shuvlar birinchi darajaga ko'tarildi. Futbol esa keskin rivojlandi. Oltin to'pni yutish istagi futbolchilarda ortdi. Ammo endi kimning muxlisi ko'p bo'lsa, shu oltin to'p oladigan holatga keldi. Saviyasiz ovoz beruvchilar soni ham ortib ketdi. Bu holatga kelishining sababi sovrin yutishda biron bir mezon, aniq bir prinsipning o'zi yo'qligi. Mezonlarni esa qo'ymaydi, chunki o'rtamiyona futbolchilar ham yutishi mumkin. Bu esa France Football marketingini qulatadi. Xulosa esa sizdan. Eng saviyali sport sahifasi Orolov.uzga obuna bo'lishni unutmang.